Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bunaqa sovuqda tayyor konteyner uy bo'lsa, issiqqina. Nima deysizlar? Mana hozir Andijon viloyati aeroporti oldida akalarimiz bunaqa konteynerdan uyqu berishadi. Bitta nagrevatorni o'ziga siydi. Zakazga qarab katta kichikligini xonalarni bo'lib berishaveradi. Nagrevator qo'yib qo'yasiz so'radi. Bu tayyorlanish jarayoni minivatorlar qo'yib issiq sovuq o'tmaydigan qilib berishadi. Akfa deraza romlar, dekor plus, desiz dekor plus, dekor desiz dekor zakazga qarab qilib berishaveradi. Narxi $1800. Zakazga qarab o'zgarishi mumkin. Bundan tashqari bularda butun konteynerlar ham bor, mana 6 metrlik. Uzunligi 6 metr, eni 2.40 bo'ladi, balandligi 2.60. Narxiga keladigan bo'lsak, $750 dan boshlanadi. Telefon qilib kelishsanglar bo'laveradi. Narxlar holatiga qarab belgilanadi. 12 metrliklari ham bor. Yana tushayotganlari ham bor. 12 metrliklar $1700 dan ekan. Holatiga qarab bu ham. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni pastda qoldiraman. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like va kommentariy yozib ketishni unutmanglar. Rahmat hammaga.